Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh do'stlar. Inshaalloh bugun sizlar bilan qanaqa qilib kompyuterimizni dasturlashga moslashtirib olishni o'rganamiz. Buning uchun biza bir ikkita dasturlarni, ya'ni programmalarni kompyuterimizga uстановка qilib olishimiz kerak bo'ladi. Dars paytida man ingliz tilida ham so'zlar aytib olishim mumkin. Maslahatim, agar ingliz tilini bilmay qolsanglar, o'sha so'zni mana o'sha videoni to'xtatib, o'sha so'zni tarjima qilib o'rganib olishinglar kerak bo'ladi. Chunki ko'p terminlar o'zbek tilida mavjud emas. Mavjud bo'lsa ham kamdan kam holatda ishlatilinadi. Keyin uni o'zbek tilida gapirsam qanaqadir tushunarsiz bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun ba'zi so'zlarni ingliz tilida gapirishim mumkin, ba'zilarini ruschada gapirishim mumkin. Shu aralash bo'lib qolgan. Birinchi o'rinda biza qanaqadir brauzer o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi. Manda qanaqa brauzer bor? Man MacBook ishlataman. Sizlarda Windows bo'lishi mumkin, MacBook bo'lishi mumkin yoki Linux bo'lishi mumkin va hokazo. Lekin har bitta sistemani o'zini brauzeri bo'ladi. Masalan, MacBookda birinchi o'zida bo'ladigani har doim Safari o'zi bilan birga keladi. Bu yoqdan men masalan Chrome skachat qilishim mumkin. Sizlarga ham Chrome brauzerini maslahat beraman, chunki ishlash juda oson, juda kuchli brauzer hisoblanadi. Google ga Chrome deb yozsanglar, sayti kelib chiqadi. O'sha saytdan masalan skachat qilib olishinglar mumkin. Masalan, bossam skachat qiladi. Keyin oson uстановка qilib olishim mumkin. Xo'p, men allaqachon bu programmani uстановка qilganman. Mana Chrome deb yozsam chiqib keladi. Xo'p, endi nima kerak bizga? Keyingi dasturimiz, biz kod yozganimizda qanaqa dastur orqali kod yozamiz? Bu savol ko'pchilikni qiziqtirsa kerak. O'sha sizda har xil variant bor. Ishlatishingiz mumkin bo'lgan. Masalan, men Visual Studio Code ishlataman. Sizga ham o'sha anaqani maslahat beraman. Mana Visual Studio Code deb qidiramiz. Mana sayt chiqib keladi. code.visualstudio.com. Buni bosaman ustiga. Tak. Brauzerimiz qotyapti. Internetimiz qotyaptimi bilmayman. Tak. Mana o'shaning uchun ham Chrome ishlatishni aniq maslahat beraman. Mana ozgina qotib ishlab ketdi. Tak. Xo'p, bu yoqda nima deyapti? Your code editor redefined with AI. Sun'iy intellekt qo'shilgan deyapti. Mana bu yoqda MacBook uchun skachat qiling deyapti. Mana kompyuterim MacBook bo'lganligi uchun bu MacBook ko'rsatyapti. Agar sizlarda Windows bo'lsa, sizlarda Windows ko'rsatadi yoki Linux ko'rsatadi. Mabodo ko'rsatmasa, men bu yoqda Other Platforms, ya'ni boshqa platformalar degan link bor. O'shaning ustiga bosamiz. Keyin bu yoqda o'zingizlar ruchnoy tanlasanglar bo'ladi. Masalan, Windows kerak desam, men Windowsni bosaman ustiga. Keyin shu bilan bemalol Windowsga skachat qilib olishim mumkin. Xo'p, men buni allaqachon uстановка qilganman. Uстановка qilish jarayoni juda oson. Mana ochishim mumkin. Ko'rib turganingizdek, ko'rinishi deyarli shunaqa bo'ladi. Mana bunaqa holatda bo'lishi mumkin. Menda hozir papka ochilgan ekan. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Xo'p, bunda qanaqa kod yozamiz? Nimalar qilishimiz kerak? Xo'p, birinchi o'rinda men buni tushuntirib beray. Kerakli joylarini tushuntirib beraman sizlarga. Nima bu knopka nima uchun, bunisi nima uchun, bunisi nima uchun hammasini tushuntirib beraman. Xo'p, ko'rinishi xuddi menikidek bo'lmasligi mumkin, chunki men yangi tema uстановка qilganman. Ya'ni men bu настройкаdan kirib, men bu themes ga o'tib, color theme ga o'tadigan bo'lsam, sizlarda katta ehtimol bilan mana bunaqa tema bo'lishi mumkin yoki mana bunaqa bo'lishi mumkin. Birortasi bo'lishi mumkin. Men o'zim uchun tema uстановка qo'yganman. Xo'p, bu yoqda chap taraf tepada bizada Explorer bor, keyin Search bor, keyin Source Control bor. Buni ham tushuntirib beraman. Bu yoqda Run and Debug degan joy bor, keyin Extensions bor. Biz bu programmani ishlatish uchun birinchi bo'lib qanaqadir papka ochib olishimiz kerak. Bu yoqda men buni bosamanda Open folderni bosib, любой bitta joydan bitta papka sazat qilaman. Masalan, HTML ga kirdim, mana Crash. Mana shu Crash degan papkani ochmoqchiman. Open ni bosaman, mana ko'rib turganingizdek ochildi, lekin ichi bo'm-bo'sh, chunki Crash papkasi ichida hech qanaqa fayllar yo'q, hech qanaqa kod yo'q, o'shaning uchun bu bo'm-bo'sh. Xo'p, bu yoqda masalan Search bor.
Bu qidirish, qanaqadir qidirsanglar bo'ladi bu yoqda. Biror narsani kodlaringlarni qidirsanglar bo'ladi. Keyin bu yoqda source control. Bu GitHub, Git bilan ishlash uchun bu hozircha sizlarga anaqa kerak emas. Buni kelajakda o'rganamiz, xudo xolasa. Keyin bu yoqda debug, bu ham hozircha kerak emas. Bu joy kerak, extensions. Bu joyga kelib turib sizlar extensions uстановка qilishinglar mumkin. Extensions nima? O'zbek tilida aytsam kengaytma, ya'ni undan ham soddalashtirib aytadigan bo'lsam, bu Visual Studio Code'ga qo'shimcha kuch beradigan kichkina programmachalar. Ya'ni hop, bu yoqda biz live server qidiramiz. Yozaman bu yoqqa live server. Xo'p, mana buni uстановка qilish kerak. Men allaqachon uстановка qilganman. Agar uстановка qilmagan bo'lsam, mana bunaqa install chiqadi. Mana installed bo'ldi. Keyin live preview. Xuddi mana shuni. Buni ham masalan qaytadan ko'rsatishim mumkin. Mana install qildim. Xo'p, qayta uстановка bo'ldi. Keyin oxirgi extensionimiz bor, ya'ni kengaytmamiz bor. Bu HTML to CSS. Buni ham men allaqachon uстановка qilib qo'yganman. Buni o'chiramiz. Mana boshqatdan uстановка qilaman ko'rishinglar uchun. Bu ham uстановка bo'ldi. Xudo xolasa bizning kompyuterimiz HTML uchun tayyor. Endi xudo xolasa keyingi darsdan qanaqa qilib HTML fayl ochib, o'sha fayl ichiga qanaqa kodlar yozish kerakligini men sizlarga tushuntiraman, inshaalloh. Hammaga xayr. Yoqqan bo'lsa bitta like, subscribe, ya'ni obuna bo'lishni unutmang. Hammaga rahmat kattakon.